Sinfdoshlar, biz ham o'ylaydigan kun keldi. Dasturchilar, sizlar bu videoni ko'rmanglar. Dasturlashga qiziqardim, lekin qo'limdan kelmasdi ochig'ini aytganda, lekin tasavvurimda shu sinfdosh degan ilovani yaratish doim bo'lgan va bugun zamon o'zgarib, AI yordamida shu ilovani taxminiy chizmalarini yaratib ko'rdim. Kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz, salomlashadi, eslatma doimiy ravishda chatda faol bo'lishda sizga eslatib turadi va chatda eng faol bo'lgan 3 ta sinfdosh do'stlarimiz ham bizga ko'rsatib beradi. Undan tashqari tezkor bo'limlari bor, chat, xotiralar, video muloqot ustozlar. Misol uchun xotiralarga kirsangiz, o'sha maktabdagi sinfxonani xotirasini va maktabga eltib oladigan yo'llarni ham kiritib qo'yish mumkin. Undan tashqari ustozlarimiz, o'sha bizga maktabda ta'lim bergan ustozlarni ham ro'yxatini qilib qo'ysak bo'ladi. Qachondir ularni yodimizdan ko'tarilmasligi uchun chat, doimiy ravishda chat bo'ladi, muloqot qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Aslida o'zi sinfdoshlar chatga yozmaydi va tadbirlarni rejalashtirish, sinfdoshlar oshi yoki tug'ilgan kunlar hammasini shu yerdan ko'rsa bo'ladi. Va albatta ilovada bo'ladi. Ilovada mana sinfdoshlar ayni paytda hozir qayerda, onlaynmi, onlayn emasmi? Ularni jonli kuzatib turish imkoniyatini ham ilova o'zini ichiga olgan. Nima deb o'ylaysizlar? Sinfdoshlarga shunaqa ilova kerakmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.